6 mart haftaning chorshanba kuni nazarimda va biz Suqidam dasturi ijodkorlari ham sizlar uchun yana yangi ijodiy namunalarimizni taqdim etishga shaymiz. Albatta, hozir esa dastur an'anasiga sodiq qolgan holda ajoyib qo'shiq taqdimotini tinglaymiz, tomosha qilamiz va albatta kayfiyatlarni yanada ko'tarib olamiz. Marhamat. Nalım emas, holu perişanım benim. Hiç kime nalım emas, holu perişanım benim.
rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli kelibsizlar. iste'dodli yoshlar. Xayrli tong tilaymiz. Ajoyib ijro uchun alohida tashakkur. Albatta. Har doimgidek ustozlarimiz betakror, o'z yo'nalishi, o'z ovozi, o'z soziga ega bo'lgan ijodkorlar. Albatta. Biz ularni tanishtiramiz. Durdonaxon, Jizzax davlat pedagogika universiteti musiqiy ta'lim kafedrasi dotsenti Qahramon Boboqulov, shuningdek ayni mana shu kafedraning katta o'qituvchisi Ahmadjon Jumayev hurmatli ustozlarimiz tashrif buyurgan. Shuningdek, ustoz shogird an'anasi davom ettirilgan holda bugun ko'rib turganingizdek ustozning bir qancha shogirdlari kelgan va Shahzodbek Yo'ldoshevni alohida e'tirof etishimiz kerak. Qolaversa, mana cholg'u ijrochiligi bo'yicha ham iste'dodli talabalar bugun mana shu studiyamizda mujassam ular. Yana bir bora xush kelibsizlar. Albatta, ko'rganimizda juda ham xursandmiz. Ustoz, mana shu o'tirgan hamma talabalaringizni hozir har birini chalayotgan cholg'u asboblariga quloq tutib ko'rdimda, hammasini o'zini nolasi bor. Ayniqsa mana shu skripkaniki boshqacha, endi yonimda turgani uchun gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham xuddi ustoz san'atkorlar, ustoz cholg'u ustalari kuy chalayotgandek bo'ldi nazarimda. Maza qildik. Yana bir bor ijro uchun rahmat. Ana endi suhbatni boshlasak, Jizzax davlat pedagogika universiteti bu Jizzax viloyatining otaxon oliy ta'lim muassasalaridan biri. Mana bu yil 51 yoshga to'ladi nazarimda. O'tgan yili yarim asrlik faoliyatini nishonlagan edi. Va uning orasida musiqiy ta'lim kafedrasining o'ziga yarasha mutlaqo o'zgacha o'rni bor. Albatta. Va ularda mana professor o'qituvchilar, dotsentlar, qolaversa katta o'qituvchilar qancha iste'dodli talabalarni bugun jamiyatimizga tayyorlab beryapti. Keling shu kafedraning faoliyatiga to'xtalsak, oliy ta'lim muassasasida nima gaplar ustoz? Nima yangiliklar? Bizda maktabgacha ta'lim fakulteti musiqiy ta'lim kafedrasi qoshida bizni hozirgi nimamizdan tashqari yana o'sha sizlar hammanglarni viloyatda hammani xabari bor. O'sha Eson Lutfullayev nomidagi maqomchilar ansamblini bir kichkina bir ko'rinishi hozir bu. Ansamblimizni endi hammasini bugun taklif eta olmadik. Shunday bo'lsa ham mana shogirdlarimiz hammasi o'sha maqom ansamblini sozandalari. Yonimizda Yusufbek ukamiz, talabamiz, shogirdimiz ajoyib. Yonlarida qonunda Bobirjon qonun ijrosini ijro etadi. Mana hozir eshitib bahramand bo'linglarmi? Yonimda Ahmadjon Jumayev shogirdimiz, bu ham kafedramiz katta o'qituvchi, Shahzodbek Yo'ldoshev 4-kurs talabasi. Ajoyib shogirdlardan bu juda ajoyib. Hozir nolalarini suhbatlardan nima ham bo'ladi. Yonlarida Bomurod ukamiz, bu ham o'sha g'ijjak, ya'ni skripka cholg'usida ijro etadi. Ukalarimiz juda ham ajoyib yigitlar. Kafedramizda hamma tadbirlarda, hamma ishlarda o'zlaring ham xabardorchilar bilasizlar. Hamma nimalarda, maqom ijrochiliklarida, konsertlarda hammasida ishtirok etib keladi. Bundan tashqari biz kafedramiz qoshida yana jonli ijro ansambllari bor, orkestrlar bor. Xabarlaring bor. Bular bilan biz o'sha viloyat bo'ylab san'at ko'chalarida konsertlar ijro etib kelamiz. Talablar bo'yicha ham, shartnomalar bo'yicha ham to'g'risi viloyat bo'ylab hamma joyda konsertlar ijro etib kelamiz. Kafedramizda hammamiz inoq ahil, o'qituvchilar hammasi rahbarimiz boshchiligida ish qilib yaxshi ishlab kelyapmiz. Ustoz shogird an'anasiga ko'z tegmasin. Boisi biz ham 2014-2018 o'quv yillari mobaynida xuddi mana shu ustozlarimizdan tahsil olganmiz va bugun kam bo'lmadik. Mana shu dargohda ko'rib turganingizdek, ular bilan birgamiz. Va mana yangi ijodkorlar, yangi shogirdlarni ko'ryapmiz. Bugun ularda qanaqa imkoniyatlar bor? Ustoz Ahmad aka, siz ayting, mana yoshlarimiz mana Shahzodbek kabi 4-kurs talabalari bugun xalqaro maqom anjumanlarda ishtirok etish imkoniyatiga egami bu talabalarimiz? Ustozimiz yuqorida aytib o'tib ketdi. Endi hozirgi yoshlarda iqtidor juda yuqori. Yuqoriligi milliy musiqaga ishtiyoq bor, qiziqish bor. Chunki o'zimiz mana shu yo'nalishlarda ham bolalardan bilamiz, hammasi endi biri skripka chaladi, biri qo'shiq aytadi, biri haligi qonun chaladi, biri doira chaladi. Shu an'anaviy xonandalik yo'nalishi ham bu yil ochilgan, yangi guruhimiz bor. Alohida an'anaviy xonandalik yo'nalishi. Shunda 1-kurs talabalarimiz o'qiydi. Endi mana o'zi prezidentimiz tomonidan ham bu narsaga e'tibor katta bo'lyapti.
maqom qo'shiqlar, milliy qo'shiqlar, an'anaviy qo'shiqlarga e'tibor juda katta. Shuning uchun shu prezidentni demak chiqargan tashabbuslariga, qonunlariga labbay deb javob bermasak, umuman haligi nima deydi, bu to'g'ri kelmaydi. Albatta faoliyat qilish kerak, ishlash kerak. Mana shu yoshlarimizga yo'l ochib berish kerak. Xudo xolasa, mana hozir bugun kelgan ukamiz ham, mana Shahzod ukamiz ham shu milliy yo'nalishni tanlagan. Ustozimiz o'zi tayyorlab shu yerga olib kelishga qaror qilgan. Endi qolgan fikrlarni o'zi aytadi ustoz Qahramon aka. Endi shu suhbatimiz nimasida mayli shogirdlarimizdan ham bir nafar ashula eshitib ko'rsak bo'ladi. Albatta, Shahzodbek Yo'ldoshevdan Tarona oldidan, ashula oldidan Shahzodbek bilan ham yaqindan tanishib olsak, mana 4 yil mobaynida aynan mana shu bitiruvchi talabasiz bu yil. Hozir mana prezidentimiz shunday imkoniyat yaratdiki, talabalar ham o'qish, ham ishlash imkoniyatini berdilar. Bu yana bir talaba yoshlar uchun imkoniyat. Bizni o'qish davrimizda bu imkoniyat yo'q edi. Bundan ochiqni aytish kerak. Bir necha yillar oldin faqat talabalar 4 yil oliy ta'lim muassasasida o'qisin, undan keyin ishlashga ruxsat berar edi. Hozir dual ta'lim shakli kirib keldi. Nazariy bilimni oliy ta'lim muassasasida olsa, amaliyot tajribani o'sha ish jarayonida, hayot mobaynida ham to'plash imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Sizda ham shunday voqea bo'ldimi yoki kursdoshlaringiz, tengdoshlaringiz bugun mana shu dual ta'lim shaklidan foydalanyaptimi? Sizga bu qanday asqotyapti? Xo'p, aynan o'sha dual ta'lim bo'yicha aynan o'zim ham ishlayman maktabda. Ya'ni men tashqari 3 ta 4 ga yaqin kursdoshlarim ham ishlaydi. Ya'ni maktabda 4+2 rejimida, ya'ni 4 kun bu yerda o'qishdamiz, 2 kun amaliyot ham ish joriy qilingan. Bunga qulayliklari asosan o'sha olingan bilimni o'sha amaliyot jarayonida qo'llash, undan tashqari mustahkamlash va kerakli ko'nikmalarni hosil qilish uchun eng asosiy nima bilimlarni bermoqda baribir. Nazariyalarni egallayapmiz, undan tashqari amaliyot eng muhimi. Albatta, nazariy olingan bilimlar amaliyotda mustahkamlanyapti demoqchisiz. Daromad topishni ham boshladingizmi? Talabalik davridayoq? Albatta. Ustozlar, yana bir savol. Hozir oldinlari davlat grantiga o'qishga kirganlar 4 yil mobaynida maza qilib tahsil olishardi. Xohlasa o'qisa, xohlasa o'qimasa ham. Hozir mana qarang, raqobat kuchaydi yana. Hozir kim grant tarzida kirgan taqdirda ham o'qishni tashlab qo'ysa, uning o'rniga bilimdon o'quvchi yoki talaba grant asosiga o'tishi mumkin ekan. Bu ham bir qaysidir ma'noda yoshlarimiz o'rtasida bilim olishga bo'lgan raqobatni kuchaytiradi. Albatta. Shunday. Endi bu imkoniyat. Bolalarimizga imkoniyat. Kontrakt asosida o'qishga kiradi, 8 million, 9 million to'lash kerak. Yaxshi harakat qilgandan keyin bitta semestrda o'zlashtiradi. O'zlashtirgandan keyin byudjet asosida o'qishga o'tadi. Imkoniyat bu. Boya o'qimagan talaba, demak, o'zi ustida ishlamadi, qolyapti, u kontraktga tushib qoladi. Hammasi o'zidan, harakatga bog'liq. Harakat qilsin, imkoniyatni qilsin, ana yutuqlarga erishsin. Hamma narsa bor. Musiqiy ta'lim kafedrasida birov to'sqinlik qilmaydi. Musiqiy ta'lim kafedrasida ham bu tizim joriy qilindimi? Endi ularning ijrosiga qarab baholanadimi yoki test fanlari ham bormi? Yo'q, test fanlari ham bor, boshqa ijtimoiy fanlar, gumanitar fanlar bor. Bizlarnikini amaliy fanlar. Hammasi qo'shilib, umumiy semestrda yakun topadi. Shuni yakuni bo'yicha boyagi xulosa chiqariladi. Juda yaxshi. Ana endi Durdonaxon, nima deysiz? Shogirdlardan ham Albatta, maza qilib eshitamiz. Shahzodbekka navbatni beramiz. Shahzoddan biz uyg'un so'zi bilan Toza Gulsan ashulasini tayyorlagan, ham ajoyib. Qani eshitishga marhamat beramiz. Marhamat, boshladik endi. Toza gulsan yashnamush, gullarla gulzoring sening. Toza gulsan yashnamush, gullarla gulzoring sening. Jim bo'lar bulbul chamanda, sayrasa toring sening.
jim bo'lar bulbul chamanda sayrasa toring sening kasratu g'amdan asar yo'q dillaring to'lgan sevinch nozu istig'no tabassum ham safokoring sening sho'x tabassum nozu istig'no safokoring sening ko'z uzolmas gul yuzingdan boqsa gullar suqlanib eslatar tovusni jonim bog'da raftoring sening kim visolingga yetibsing sharobidan ichar qaysi bir barno bo'larkan baxti yoring sening qaysi bir barno bo'larkan baxti yoring sening hasratu g'amdan asar yo'q dillaring to'lgan sevinch sho'x tabassum nozu istig' nosafokoring sening sho'x tabassum nozu istig' nosafokoring sening gul yuzingga boqsa gullar qolmas endi suqlanib eslatar tovusni jonim bog'da raftoring sening kim visolingga yetib sevging sharobidan ichar qaysi bir barno bo'larkan baxti yoring sening qaysi bir barno bo'larkan baxti yoring sening men uchun har lahza ishqing qoldi qalbimda mudom qaysi gulki bog'la ishqing dildagi zoring sening kim visolingni uchun har lahzaki jon o'ldirur
rahmat, yashang. Ajoyib ijro bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. Yana bir bora minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Shahzodbek Yo'ldoshev, kelgusi faoliyatingizda ham, o'qish jarayonlaringizda ham ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'ylaymizki, yana yangi ijod namunalarini siz bizga va muxlislarga taqdim eta olasiz. Ustozlar, sizlarga ham alohida tashakkur tashrif uchun, mana shunday shogirdlarni tarbiyalab, shunday bir yaxshi ijodkor sifatida namoyon etayotganliklaringiz uchun alohida rahmat deymiz yana bir bora. Tashrif uchun yana bir bora katta rahmat deymiz. Rahmat, salomat. Aziz teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, siz bizni jonli tarzda tomosha qilyapsiz va ayni daqiqalarda tonggi xabarlar bilan tanishadigan fursatlar yetib keldi. Albatta. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz.